Azizlar, sizlar bilan juda qiziq bo'lgan nerv sistemasining hujayralari haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bizda nerv sistemasida o'zi 2 xil hujayralar bo'linadi, 2 xil hujayralar farqlanadi. Bular neyronlar hamda non-neyronal, ya'ni glial hujayralar. Demak, neyron hamda non-neyronal hujayralar, ya'ni glial hujayralar. Demak, neyronlar nima? Neyronlar bular permanent, ya'ni doimiy signal transmit, ya'ni signallarni transmit qiladigan, o'tkazadigan markaziy nerv sistemasini hujayralari hisoblanadi va ular dendritlardan, ya'ni impulsni, ma'lumotni qabul qiladigan hamda neyronni tanasidan va aksonlardan tashkil topgan. Akson bu send output degani ma'lumotni yuboruvchi o'sha tolalar hisoblanadi. Demak, 2 xil neyronning tanasidan hamda 2 xil dendrit va aksondan tashkil topgan bo'ladi. Dendritlar bilan neyronning tanasi nissil bo'yog'ida bo'yalishi mumkin. Nimani hisobiga desa, endoplazmatik retikulum, ya'ni rough endoplazmatik retikulum, ya'ni donodor endoplazmatik to'rni hisobiga bo'linadi. Lekin bu narsa aksonlarda ko'rinmaydi. Not present in axons. Demak, har bir hujayrani o'zini markerlari bo'lganidek, neyronlarni ham o'zini markerlari bor. Bu markerlar bizda neyrofilament protein, ya'ni neyrofilament oqsillari hamda sinaptofizin degan tolalar bo'ladi, ya'ni moddasi bo'ladi. Demak, central nerve system glial cells, ya'ni markaziy nerv sistemasining glial hujayralari bular ektodermadan rivojlanadi. Va except degani bundan tashqari qaysi mikroglial hujayralardan tashqari ular mikroglialar mezodermadan rivojlanuvchi hujayralar hisoblanadi. Endi periferik nerv sistemasining glial hujayralari bizda neural crest-celldan rivojlanadi. Biz buni birinchi darslardayoq gaplashib o'tganmiz. Endi bizda miyelin degan tushuncha bor. Miyelin nima? Miyelin bu o'sha aksonlarni atrofini o'sha o'rab oladigan bir necha qavatdan tashkil topgan nima deyiladi? O'sha shakl hisoblanadi. Ya'ni tuzilma hisoblanadi. Buni vazifasi har bir signallarni saltator, ya'ni sakrab harakatlantirish natijasida o'sha impulsni tezligini oshirib berish hisoblanadi. Ya'ni o'sha aksonda miyelin qoplab olgan joylarida ranver bizda bo'g'imlari bo'ladi, tugunmas bo'g'imlari bo'ladi va u yerda natriy kanallari juda zid joylashgan bo'ladi. Natriy kanallari orqali impuls o'sha saltator harakatlanadi va bu impulsning tezligini juda oshirib beradi. Demak, endi biz markaziy nerv sistemasini glial hujayralari bilan gaplashib o'tamiz va birinchi o'rinda turadigan glial hujayra bu eng katta hujayralar hamda eng o'sha markaziy nerv sistemasida boy bo'lgan, eng ko'p bo'lgan glial hujayralar, birinchi o'rinda turadigan hujayralar hisoblanadi. Demak, nima vazifani bajaradi? Demak, fizikal support qiladi, ya'ni fizik tomondan qo'llab-quvvatlaydi buni, neyronlarda. Neyronlarda repair, ya'ni ta'mirlanishida ishtirok etadi va ortiqcha neyrotransmitterlarni yo'qotib turadi. Va bu eng muhim komponent bor, blood brain barrier bor, BBB, 3B, mana blood brain barrier bor. Bu narsa shuni komponenti hisoblanadi va organizmda o'sha bosh miyada glikogenni muhim rezervi, o'sha ombori hisoblanadi va buni markeri bor. Qanaqa marker esa GFAP+ bo'ladi. Bu marker agar histologik tomondan tekshiriladigan bo'lsa, shu marker plus pozitiv chiqadi.
va reactive gliosis in response to neural injury. Agar nerv to'qimasida shikastlanadigan bo'lsa, o'sha birdaniga ko'payib ketib, o'sha reaktiv gliozga sabab bo'ladi. Keyingi hujayra bu oligodendratsit hujayralari hisoblanadi va bu predominant, ya'ni haligi ikkinchi o'rinda turadigan glial hujayra hisoblanadi markaziy nerv sistemasida. Buni vazifasi aksonlarda mielin qavatini hosil bo'lishda ishtirok etadi. Faqatgina qaysi aksonlarsi? Markaziy nerv sistemasini ichidagi aksonlarni. Demak, agar gistologik tomondan ko'rilganda, qo'g'rilgan tuxum shaklida ko'rinadi bu hujayralar, ya'ni oligodendrotsitlar. Demak, har bitta oligodendrotsit taxminan 30 ta aksonni mielin bilan qoplaydi. Demak, agar qaysidir o'sha kasalliklarda bu biz bilamiz shikastlanadi oligodendrotsitlar, ya'ni mielin nerv to'qimasini mielin qavatiga zarar etadi va bu kasalliklarni bilish muhim. Bu multiple sklerosis degan kasallik, leukodistrofiyalar hamda progressiv multifokal leukoensefalopatiyalarda bu oligodendrotsitlar shikastlanadi hamda markaziy nerv sistemasini neyronini mielin qavati, ya'ni shu nerv tolalarini mielin qavati shikastlanadi, yemirilishi mumkin. Va navbatdagi bizda 3-chi markaziy nerv sistemasini hujayrasi bular ependemial hujayralar hisoblanadi. Ular kiprikli, kolumnar tuzilishga, ya'ni ustunchasimon tuzilishga ega bo'lgan glial hujayralar hisoblanadi. Joylashgan o'rinlari bosh miya qorinchalari ventrikllarda hamda orqa miyani kanalida joylashgan bo'ladi. Demak, apical surface deyapti, ya'ni apikal, ya'ni uchki shu yuzalari kiprikchalar bilan qoplangan va u kiprikchalarning vazifasi cerebral spinal fluid, ya'ni bosh orqa miya suyuqligini sirkulyatsiyasida muhim ahamiyatga ega. Ya'ni bu suyuqlikni harakatlantirib turadi kiprikchalar orqali. Va mikrovilli bor. Villi bu mikrovillilar bizda xuddi shu suyuqlikni absorpsiyasida, ya'ni so'rilishda yordam beruvchi hujayralar hisoblanadi, ya'ni ependemial hujayralar. Va maxsus ixtisoslashtirilgan ependemial hujayralar bor. Ularni to'plamini biz choroid plexus deb ataymiz va u o'sha cerebral spinal fluidni ishlab chiqarilishda muhim ahamiyatga ega, ya'ni ishlab chiqaradi. Demak, bizda ependemial hujayralar ham cerebral spinal fluidni ishlab chiqaradi, ham uni harakatlantiradi, ham absorpsiyasida muhim ahamiyatga ega, ya'ni absorpsiyasida yordam beradi. Demak, mikroglial hujayralar keyingisi bizda, demak, bular aslida makrofag hujayralari, ya'ni qondan markaziy nerv sistemasiga o'tgan hujayralar hisoblanadi. Albatta, qolgan makrofaglarga o'xshab to'qima shikastlanishida biror bir shikastlanish yallig'lanishli bo'lgan joylarda o'zini faoliyatini, o'zini aktivatsiyasini amalga oshiradi va ayrim shu yallig'lanish mediatorlari bo'lganda ajralib chiqishni boshlaydi. Va bu qaysi mediatorlar deydigan bo'lsak, nitrik oksid, ya'ni NO va glutamat kabi shu yallig'lanish mediatorlariga nisbatan ajralib chiqadi. Demak, bu yerda bitta not readily discernible by Nissl stain, ya'ni Nissl bo'yog'i orqali ko'pam ko'rinolmaydi. Demak, bizda phagocytic scavenger degani o'sha scavenger degan axlat tutuvchi shunaqa degan ma'nosi bor. Endi bu yerda axlat emas, o'sha markaziy nerv sistemasida fagosit, ya'ni yutadigan, shu bir ortiqcha moddalarni tozalaydigan hujayra hisoblanadi. Va bu o'sha human immunodeficiency virus, ya'ni OI virusni
o'sha mikroglial hujayralar bir-biriga yopishib qoladi, ya'ni fused bo'lib qoladi. Mikroglia fused to form va bu narsani multinucleated giant cells deb ataladi. Ya'ni o'sha ko'pgina yadrolarga ega bo'lgan katta hujayra. Bu o'sha bosh miyada demak markaziy nerv sistemasida human immunodeficiency virus associated demensiyaga sabab bo'ladi. Ya'ni shu OIV virusi bilan bog'langan demensiyaga sabab bo'ladi. Ya'ni shuni keltirib chiqaradi, shu kasallikni. Va biz endi markaziy nerv sistemasini glial hujayralari bilan gaplashib o'tdik. Endigi navbat parasimpatik nerv periferik nerv sistemasini glial hujayralari bilan gaplashib o'tamiz va bizdagi ilk hujayra bu satellit hujayralar hisoblanadi. Satellit hujayralarning vazifasi gangliyadagi o'sha ganglionlar bor, nerv tugunlaridagi neyronlarni tanasini o'rab turadi. Xuddi bizda astrotsitlar kabi vazifani bajaradi. Ya'ni supportive rol o'ynaydi astrotsit kabi. Keyingi hujayralar shvan hujayralar. Shvan hujayralari biz yuqorida markaziy nerv sistemasida gaplashdik. Oligodendrotsitlar, ya'ni miyelin hosil qiladi. Bu ham miyelin hosil qiladi, faqat markaziy nerv sistemasida emas, bizda periferik nerv sistemasida. Va buni ham o'zini markeri bor va bu S100 degan markerga pozitiv hisoblanadi. Demak, bizda oligodendrotsitlar yuqorida gaplashdik. Har biri 30 ga yaqinini shu aksonni o'rardi, lekin bunda har bitta shu aksonda bir dona shvan hujayralari o'rab miyelin hosil qiladi. Va bu ham o'sha Guillain-Barré degan sindrom bor. Shu sindromda shvan hujayralari shikastlanadi hamda miyelinga zarar yetadi. Mana endi bu biz rasmga qarashligimiz kerak bo'ladi. Rasmga qarasak, mana birinchi bo'lib astrotsitlardan boshladik. Astrotsit hujayralari o'sha supportive, ya'ni himoya qiluvchi, fizikal tomondan himoya qiluvchi funksiyaga ega bo'lgan hujayralar bilan astrotsit hujayralar eng ko'p joylashgan dedik markaziy nerv sistemasida. Ana undan keyin biz gaplashgan hujayralar oligodendrotsitlar. Oligodendrotsitlar bizda markaziy nerv sistemasining ichida miyelin hosil qiladi. Mana bu bir dona oligodendrotsit va u birdaniga bir necha miyelin bilan bog'lanib akson hosil qilishi mumkin bo'ladi. Mana buni ko'rsalaring, ham bu akson bilan bog'langan, ham bu akson bilan bog'langan. Mana bu akson ko'rinishi rostdan ham mana qo'g'rilgan tuxumga o'xshaydi. Chunki qo'g'rilgan tuxumdan o'rtasida sariq joyi va chekkalari mana oq joylari ko'rinib turibdi, yaqqol. Va bizda mana bu turgan narsa akson deyiladi. Mana bu neyron tanasi hisoblanadi va mana bu hujayralar, tolalar, bular dendritlar. Demak, akson nerv to'qimasidagi neyronlar bir necha dendritlardan, bir dona neyron tanasidan hamda bir dona aksondan tashkil topgan bo'ladi odatda. Xo'sh, ana endi keyingi biz gaplashadigan hujayra bu epidemial hujayralar. Mana ustunsimon tuzilishga ega bo'lgan kiprikli hujayralar hisoblanadi. Bu bizda o'sha biz aytib o'tdik, miya qorinchalarida hamda shu orqa miya kanalida joylashgan hisoblanadi. Mana neyron haqida va mana bu bo'g'iqlar bizda miyelin hosil qilgan Ranviy bo'g'iqlari hisoblanadi. Mana Ranviy bo'g'iqlari, bu yerda impuls bitta bo'g'indan ikkinchi bo'g'imga, ikkinchi bo'g'indan uchinchi bo'g'imga, uchinchi bo'g'indan to'rtinchi bo'g'imga sakrab o'tadi. Bu yerda natriy
kanallari juda ko'p hisoblanadi. Natriy kanallari shuning uchun impulsni tezroq o'tib berishini ta'minlaydi bu bo'g'imlar. Va mana bu ko'rib turgan yashil mikrogliya hujayralar bular fagositik vazifani bajaradi. Demak, mezodermadan hosil bo'ladi. Makrofaglarni qondan markaziy nerv sistemasiga o'tgan varianti hisoblanadi. Va mana satellit hujayralar bular satellit hujayralar periferik nerv sistemasida bo'ladi va ganglionlarni ichidagi neyronlarni ustidan qoplab turadi va ganglion hosil bo'lishda ishtirok etadi. Va navbatdagi oxirgi hujayramiz bu shivand hujayralari hisoblanadi. Shivand hujayralari ham xuddi oligodendrosit kabi miyelin hosil bo'lishda ishtirok etadi, faqat markaziy nerv sistemasida emas, o'sha periferik nerv sistemasida va bir dona shivand hujayrasi faqatgina bir dona aksonni o'rab turganligini, boshqa aksonlar bilan bog'lana olmayotganligini bundan yaqqol ko'rish mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xato va kamchiliklar uchun albatta uzr so'raymiz.